Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz psixolog faoliyatining ko'rinishlari va axloqiy tamoyillariga to'xtalib o'tamiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Demak, birinchisi amaliy va nazariy psixologiya haqida umumiy tushuncha, ikkinchisi amaliy psixolog faoliyatining asosiy yo'nalishlari, uchinchisi amaliy psixologiyaning tuzilishi va bo'limlariga to'xtalib o'tamiz. Demak, mana bu yerda biz keltirib o'tyapmiz. Slavnenko va Isayevlar tomonidan amaliy psixolog tushunchasi ikki jihati ajratib ko'rsatilgan. Birinchisi bu amaliy psixolog amaliy tartib sifatida tabiiy ilmiy tipdagi akademik tadqiqot psixologiya yo'nalishi hisoblanadi. Amaliy psixolog maxsus psixologik amaliyot sifatida undagi asosiy yo'nalganlik psixikani tadqiq qilish emas, balki psixika bilan ishlashga qaratilganligi to'g'risida nima qilib aytib o'tyapti. Mana keyingi slaydimizda ham nima qilyapmiz, keltirib o'tyapmiz. Amaliy psixolog nima qiladi? Buyurtmachilar tomonidan qo'yilgan masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan faoliyat bilan nima qiladi? Shug'ullanadi. Endi buni amaliy psixologiya bilan nazariy psixologiyaning bir qator farqlari, umumiy jihatlari va boshqalariga ham to'xtalib o'tadigan bo'lsak, nazariy psixologiya inson psixikasining umumiy qonuniyatlarini, ruhiy jarayonlarni paydo bo'lishi, rivojlanishi, amal qilish mexanizmlarini o'rganadigan yo'nalish hisoblanadi. Demak, u inson tafakkuri, hissiyotlari, ehtiyojlari, motivatsiyasi, xarakter xususiyatlari va boshqa rivojlanishning nazariy asoslarini tadqiq qiladi. Nazariy psixologiya ko'proq ilmiy tadqiqotlarga tayanadi va psixik hodisalarni umumiy konsepsiyalarini shakllantiradi. Masalan, umumiy psixologiya, yosh va pedagogik psixologiya, ijtimoiy psixologiya, eksperimental psixologiya. Demak, bu nazariy jihatdan nima qilinadi? O'rganiladi. Endi amaliy psixologiyaga biz to'xtalar ekanmiz. Amaliy psixologiya esa nazariy bilimlar, hayotiy masalalarni hal qilishga, qo'llashga yo'naltirilgan soha. U turli sohalardagi inson faoliyatini samarali tashkil etish, ruhiy salomatligini saqlash, mustahkamlash va shaxsiy muammolarni bartaraf etish, ijtimoiy munosabatlarni yaxshilash kabi vazifalarni bajaradi. Masalan, amaliyotchi psixolog, konsultant yoki biz nima deymiz, psixoterapevt deb aytamiz. Mana bu yerda ham aynan o'sha buyurtmachilar tomonidan qo'yilgan masalalarni hal qilishga yo'naltirilgan deb aytdik. Xo'p, demak, bular ikkinchisi tibbiy psixologiya, uchinchisi ishlab chiqarish va tashkilot psixologiyasi, sport psixologiyasi, sud va huquq psixologiyasi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, nazariy psixologiya nega va qanday degan savollarga javob beradi, amaliy psixologiya esa nazariy bilimlarni qay tarzda hayotga tatbiq etish yo'llarini nima qiladi, ko'rsatadi. Va biz amaliy o'sha psixologiyaga to'xtalar ekanmiz. Yana bir jihatlarga e'tibor berishimiz kerak. Amaliy psixologiyaning nima deydi? Amaliy psixologning faoliyatda yuritishdagi jabhalari, eksperimental, ya'ni tadqiqot bilan shug'ullanadi, siyosiy psixologiya bilan shug'ullanadi, sport psixologiyasi, savdo psixologiyasi, san'at psixologiyasi, marketing psixologiyasi, mehnat psixologiyasi, pedagogik psixologiya, tibbiy psixologiya, yuridik psixologiya, harbiy psixologiya sohalari ko'p. Amaliy psixologlar aynan mana shu jarayonlar bilan nima qilishadi? Shug'ullanishadi. Endi mana biz keyingi slaydimizda ham keltirib o'tib ketyapmiz. Muhandislik psixologiyasi inson bilan mashina o'rtasidagi vazifalarni taqsimlash masalalarini hal qiladi va asosan operatorlarning faoliyatini o'rganadi. Keyingisida aviatsiya psixologiyasi, uchishga o'rgatish jarayonini va uchish o'sha moslamalarini boshqarishni, inson faoliyatining psixik qonuniyatlarini o'rganadi. Mehnat psixologiyasi inson mehnat faoliyatining psixologik xususiyatlarini, mehnatni ilmiy asosda tashkil qilishning psixologik tamoyillarini o'rganadi. Mehnat psixologiyasining bir necha ko'rinishlari bor. Mana biz o'sha uchinchisiga to'xtalar ekanmiz. Kosmik psixologiya. O'sha vazinsizlik holati, fazoviy tasavvurlar chalkashib ketgan vaqtda u organizmga juda ham ko'p ortiqcha yuklamalar ortgan paytda uni holatini nima qiladi? O'rganadi. Endi mana bu yerda biz o'sha har biriga to'xtalib o'tdik. Tibbiy pedagogik psixologiya, uni predmeti o'quvchilarga ta'lim berishning psixologik qonuniyatlarini o'rganish, o'quvchilar tafakkurini taraqqiy topishi, intellektual faoliyatning malakalari va usullarini o'rganish jarayonini boshqarish masalalarini o'rganadi. Tibbiy psixologiya shifokor faoliyati va bemor xulq-atvorini psixologik jihatdan o'rganadi. Yuridik psixologiya huquq tizimi bilan bog'liq bo'lgan psixologik masalalarni o'rganadi.
Harbiy psixologiya kishilarning harbiy harakatlar sharoitidagi xulq-atvori bilan bog'liq hodisalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning psixologik targ'ibot metodlari va harbiy texnikani boshqarishning psixologik muammolarini o'rganadi. Sport psixologiyasi sportchilarning shaxsiy va faoliyat xususiyatlarini, uning psixologik jihatlarini, tayyorgarlik shart-sharoitlarini, musobaqalarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq psixologik omillarni o'rganadi. Savdo psixologiyasida esa asosan rivojlangan mamlakatlarda keng taraqqiy etgan bo'lib, kishilarni ruhiyatiga, tijorat ta'sirini, psixologik shart-sharoitini, xaridorlarga xizmat ko'rsatishning psixologik omillarini aniqlaydi, modalar psixologiyani tadqiq qilib, nima qiladi? O'rganadi. Va mana bu yerda biz nima qilganmiz? Endi san'at psixologiyasi, marketing psixologiyasi, eksperimental psixologiya, siyosiy psixologiya degan qismlarga ajratdik. San'at psixologiyasida san'at asarlarining yaratilishiga, faoliyatning psixologik tomonlarini inson tomonidan o'sha badiiy asarlarni idrok etilishi, turli hodisalar paydo bo'lishi va estetik tarbiya muammolariga, musiqiy, badiiy, adabiy qobiliyatlarni shakllantirish va tarbiyalash muammolarini o'rganadi. Marketing psixologiyasi yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishda, ishlab chiqarish korxonalari va firmalarni boshqarilishi va ularni faoliyatini tashkil etishni psixologik muammolarini tadqiq qiladi. Eksperimental psixologiyada esa insonning o'zgargan muhit shart-sharoitida psixik faoliyatning ketish qonuniyatlarini o'rganadigan psixologiya sohasi hisoblanadi. Siyosiy psixologiyada jamiyatning siyosiy hayotdagi psixologik xususiyatlari, holatlari, qonuniyatlari, ta'sirchanligi va ta'sir ko'rsatish jarayonlari kabi tajribalarni nima qilishadi? O'rganishadi. Va biz bu yerda o'sha nima deydi, Abramov psixologik ma'lumotlar sirasiga buyurtmachi, mijoz, foydalanuvchi kabi tushunchalarni kiritadi. Mijoz kim? Demak, bu o'zi yoki boshqa shaxslar haqidagi bilimlarni psixologga yetkazadi. Shunga ko'ra o'zini bu psixologik ma'lumotlarni nima deydi, tarkibi uchun javobgarlikni his qiladi. Buyurtmachi psixologga psixologik ma'lumot uchun murojaat qiluvchi shaxs hisoblanadi. Foydalanuvchi psixologdan psixologik ma'lumotlarni oluvchi shaxs hisoblanadi. Va bu yerda amaliy psixologiyaning asosiy faoliyat yo'nalishlariga psixologik yordam, psixologik hamkorlik, psixologik qo'llab-quvvatlash va psixologik kuzatuvchanlik tashkil qilinadi. Mana bu yerda biz keltirib o'tganmiz o'sha amaliy psixolog faoliyati 5 ta asosiy yo'nalishga ajratiladi. Demak, bu yerda psixoprofilaktika, psixodiagnostika, psixologik korreksiya, psixologik maslahat, psixologik model doirasidagi psixoterapiya deb nima qilyapmiz? Keltirib o'tyapmiz. Demak, aynan mana shu masalalarga to'xtalamiz. Amaliy psixologiyaning o'sha tuzilishiga to'xtalar ekanmiz. Demak, amaliy psixologiya bir nechta yo'nalish. Mana bu yerda biz nima qilyapmiz? O'sha psixodiagnostikaga to'xtalar ekanmiz. Psixodiagnostika shaxsning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, temperament, xarakteri, test va so'rovnomalar yordamida bu yerda aniqlanadi. Psixologik korreksiya, ya'ni tuzatishda shaxsdagi salbiy xulq-atvor, munosabat yoki hissiyotni tuzatishga qaratilgan ish hisoblanadi. Psixoterapiyada turli ruhiy qiyinchiliklar, stress, depressiya va ichki ziddiyatlarni bartaraf etish usullari hisoblanadi. Psixologik maslahatga, ya'ni konsultatsiyaga to'xtaladigan bo'lsak, shaxsning shaxsiy, oilaviy, kasbiy yoki ijtimoiy muammolarini yechishga ko'maklashadi. Psixoprofilaktikada esa biz bu yerga birinchi slaydimizga qo'ygandik, ruhiy salomatlikni saqlash va muammolarni oldini olishga qaratilgan sohasi hisoblanadi. Va demak, xuddi mana shunday tarzda biz mana yuqorida aytib o'tganimizdek, psixolog faoliyatining ko'rinishlari va axloqiy jihatlari mana shulardan iborat edi. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat bo'linglar.